Qadim Turon o'lkasi azaldan avliyolar va ulug' olimlar yurti sanaladi. Ulardan biri yuksak ilm va salohiyat sohibi, o'zining ko'plab risolalari va izlanishlari orqali ulkan ma'naviy meros qoldirgan mutafakkir Xo'ja Ahmad Yassaviydir. Bugun yurtimizda Yassaviy merosini o'rganish, uning hayoti va faoliyati bilan bog'liq nodir topilmalarni topish ishlariga katta e'tibor qaratilmoqda. Quvonarlisi, Jizzax shahrida yashovchi Shohsarafxonovlar xonadonida Ahmad Yassaviy avlodlariga tegishli nasabnoma saqlanmoqda. Jizzax shahrida yashovchi Shoh Israfxonovlar xonadonida saqlanayotgan ushbu manba Ahmad Yassaviy avlodlariga tegishli nasabnomadir. Manbada ulug' olim hayoti va faoliyati haqida ma'lumotlar, shuningdek, avlodlari va ular tomonidan amalga oshirilgan ishlar haqida qimmatli faktlar jamlangan. 12-asrdan buyon saqlanib kelayotgan mazkur noyob qo'lyozmani o'rganish, tahlil etish, nusxa olish maqsadida Yassaviydshunos olimlar, malakali mutaxassislar Jizzax viloyat axborot kutubxonasida jam bo'lishdi. Ma'lumot uchun mazkur qo'lyozmaning uzunligi 8,5 metr tashkil etadi. Xo'ja Ahmad Yassaviydan davom etib kelayotgan shajara bugun Jizzaxda umrguzaronlik qilgan ustoz olim Shoh Israfxon eshon dargohida saqlanayotganligi haqida ma'lumotlarga bo'lgan nasabni pok saqlash. Shu nasabdan bo'lgan, lekin qachonlardir yashab o'tgan hayotning ma'lum bir tarixiy hodisalari bilan bog'liq bo'lgan ajdodlar va ularni qoldirgan izi bevosita mana shu shajarada ularni ko'rsatilgan tug'ilgan yillari, vafot etgan yillari, nima ish bilan shug'ullanganlari kabi juda katta boy ma'lumotlarga borib taqaladi. Nasabnomada tarixiy voqealar ham o'z aksini topgan. Bu yerda avlodlar o'rtasidagi bog'liqlik. Biz bilamizki, bizning tariximizda Xo'ja Ahmad Yassaviyning roli juda ham katta. Bu kishi birinchi o'zbek tilida hikmatlarni yozgan deyishimiz. Hatto Alisher Navoiy ham mashoyixlarning mashoyihidir deb Ahmad Yassaviyga katta baho berganlar. Ahmad Yassaviy hayoti haqida ma'lumotlar yetarli emas. Shu boisdan ham Yassaviydshunos olimlar uning hayoti haqida ma'lumot beruvchi nodir topilmalarni qidirib topish va chuqur o'rganishga kirishishgan. Mazkur qadimiy bitiklar, arabiy yozuvlar bilan yozilgan nasabnoma esa bu yo'ldagi izlanishlarni yangi bosqichga olib chiqdi. Juda ko'p yillardan beri Xo'ja Ahmad Yassaviy hazratlari va uning istedodli shogirdi Sulaymon Baqir G'aniy bo'yicha men ilmiy tadqiqot ishlar olib boraman. Bu ilmiy tadqiqot ishlar olib borganda men qo'limga yangi nasabnomalar tushgan. Ularni biz tahlil qilib ko'rganimizda ulardagi yozilgan ma'lumotlarga qaraganda Shoh Israfxon eshonning qo'lidagi saqlangan nasabnomadagi ma'lumotlar o'zining bebaholigi bilan, yangiligi bilan ajralib turishiga men ishonchim komil bo'ldi. Shoh Israfxon eshonning qo'lida saqlanayotgan nasabnomada yozilgan ma'lumotlarga qaraganda albatta Xo'ja Ahmad Yassaviyning qayerda va qachon tug'ilganligi, tavallud topganligi va qayerlarda yashaganligi, kimlardan ilm olganligi to'g'risida mana shu nasabnomada juda ko'p kerakli ma'lumotlar berilgan. Shuni alohida ta'kidlash kerak, Jizzax shahrida yashagan va mazkur nodir qo'lyozmani saqlagan Shoh Israfxon eshon Alloh quli Xo'ja eshon o'g'li boshchiligida mazkur tarixiy manba asosida Ahmad Yassaviy hayoti va faoliyati, avlodlarga bag'ishlangan nasabnoma kitobi chop etilgan. Ushbu to'plam ayni vaqtda ziyo maskanlarida yoshlarga ma'naviy ozuqa ulashmoqda.